Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Jahon chempionati yaqinlashib bormoqda va bugun futbol olamida qiziqarli bir mavzu paydo bo'ldi. Mashhur Opta superkompyuteri 2026-yilgi jahon chempionati oldidan barcha 48 terma jamoaning imkoniyatlarini hisoblab chiqdi. Tarixda ilk bor jahon chempionatiga yo'l olgan O'zbekiston terma jamoasiga Opta katta favorit sifatida qaramayapti. Superkompyuter hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekistonning jahon chempioni bo'lish ehtimoli atigi 0,7% ni tashkil etadi. Shuningdek, O'zbekistonning finalga chiqish imkoniyati 0,32%, yarim finalga chiqish ehtimoli 1,16%, chorak finalga chiqish ehtimoli esa 3,78% deb baholangan. Ammo bu raqamlarga qarab xulosa chiqarishga shoshilmaslik kerak. Chunki futbol faqat statistika emas. O'zbekiston terma jamoasi allaqachon tarix yaratdi. Jamoamiz ilk bor jahon chempionatiga chiqib, butun Markaziy Osiyo futboli uchun yangi sahifa ochdi. Eslatib o'tamiz. Fabio Cannavaro boshchiligidagi O'zbekiston terma jamoasi guruh bosqichida Kolumbiya, Portugaliya va Kongo Demokratik Respublikasi bilan bahs olib boradi. Opta hisob-kitoblariga ko'ra, jahon chempionatining asosiy favoritlari Ispaniya, Fransiya, Angliya va amaldagi chempion Argentina hisoblanadi. Ispaniya esa turnirning eng katta favoriti sifatida ko'rsatilgan. Lekin jahon chempionati tarixida sensatsiyalar doimo bo'lgan. Hech kim Marokashning yarim finalga chiqishini kutmagan edi. Hech kim Saudiya Arabistoni Argentinani mag'lub etadi deb o'ylamagan edi. Balki aynan 2026-yilda O'zbekiston ham butun dunyoni hayratda qoldiradi. Har qanday holatda ham jamoamiz tarixiy turnir oldidan millionlab muxlislarning qo'llab-quvvatlashiga ega. Sizningcha O'zbekiston jahon chempionatida qaysi bosqichgacha yetib bora oladi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.